Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan yana men Shahab MC. Bugun do'stlar top 5 ta modni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni oxirida bu modlarni qayerdan sketch qilishni aytib o'taman. Hozir ham ketdik. Bizda birinchi mod. Hozir bizdagi birinchi mod bu. Ko'rishdaman. Mana har xil sizlarda mebellar, zo'r mebellar o'rnatsalaring bo'ladi. Hattoki stol, stul hamma narsa bor ekan. Ko'pligini mingdan ortiq ekan. Stolda qaraydi. Qani bir o'tirib ko'rsam hozir. Bunday qilsam o'tira. Hozir bunday qilib ko'rsatib beraman. Juda zo'r stol. Har xillari bor uni. Sizlarga hozir eng qizig'ini ko'rsataman mana. Mana bu balans stol. Mashhur. Kichkinagina stolcha ko'rasizlar. Chiroyligini ko'rasizlar do'stlar. Bundan tashqari ikkinchi modimizga o'tamiz. Bu ikkinchi modimiz hozir qayerda edi? Ikkinchi modimiz do'stlar bu mashina modi. Bu ham juda zo'r mod. Mana hozir sizlarga bitta mashinadan olib ko'rsataman. Teslalar bor ekan. Oho, ko'p mashina turlari bor ekan. Men bu mashinalarni minishga emasga qiziqib ketyapman. Buni qaranglar do'stlar. Do'stlar buni qaranglar. Mashina ekan bu Porsche ekanmi deyman. Bu uncha katta ekan do'stlar. Qanaqa mashina ekan? Do'stlar, bu mashinaga qaranglar zo'rligini. Bu katta ekan. Bu nima ekan? Bu ham chiq ekan. Hozir men sizlarga eng zo'rini ko'rsataman mana. Dahshat tez yuradigan, eng tez yuradigan mashina shu. Ko'rasizlarmi do'stlar, buni qaranglar. Yurishlarni qaranglar. Bu ikkinchi modimiz edi. Endi uchinchi modimizga o'tamiz. Uchinchi modimizda bu juda qiziq, konlarga kirganda kerak bo'ladi. Konga kirganingizda bir danaga ko'zga tushadi temir narsalar, ko'mir topsangiz bir danaga konda, bir danaga olmos narsalar topa olasiz konda. Hozir juda qiziq bo'ladi. Hozir men kon topib videoni yana davom ettiraman. Mana biz konga ham tushib oldik. Qaranglar do'stlar, konda qanchalik ko'p oltin, lazurit bu narsa kamdan kam uchraydi. Buni qaranglar do'stlar. Bu hammasi mod. Bunaqa bo'lishi juda ham kam modimiz bu. Endi hozir 4-modimizni ko'rsatib o'tamiz. Hozir 4-modimiz bu jetpack modi. Jetpacklardan har xil jetpack turlari bor. Hozir har xil jetpacklarda uchib ko'rsatamiz. Hozir bittasini kiyib oldik mana. Bu suvlik ekan. Juda tez uchadi. Undan ham zo'rlari bor. Mana buni effektlari ham berib tashlaydi, tez yugurish. Suvda ham yaxshi uchadi. Sizlarga suvda ham uchirib ko'rsataman. Mana do'stlar, suvda ham shunchalar tez uchadi. Tushib ketdim. Mana do'stlar, jetpack modimiz ham juda zo'r mod. 4-modimiz edi. Endi 5-modimizga o'tamiz. Bu 5-modimiz bu o'z boshida birinchi bo'lib aytishim kerak edi. Tagini ko'rish modi ham do'stlar qarang. Effektni qilib qo'lda qilib qo'yadi. Qarang, tagini ko'rsa o'ylaysiz. Har xil. Bu modni topgunimcha men juda ham qiynaldim do'stlar. Shuning uchun like bilan obunani ayamaysizlar.
Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi.